qaynishinalarim bilan yolg'iz bo'lsak, tushlikka noyob bir taom tayyorlashimiz aniq. Qornimiz esa juda ham och, shuning uchun tez tayyor bo'lsin, mazali bo'lsin va eng muhimi hamma to'yib. Men esa darrov kartoshkani to'g'rab, katta qaynishinim esa sosiskalar bilan shug'ullandilar. Kichkina qaynishinim kartoshkani qovurishni o'z zimmalariga oldilar. Aslida biz uchalamiz juda kam birga ovqat qilamiz. Odatda oshxonada men bo'laman. Ba'zida katta qaynishinim turli xil shirinliklar pishirib bizani xursand qilib turadilar. Kichkina qaynishinim esa umuman oshxona ishini yoqtirmaydilar. Kartoshkalarimizni chiroyli qizartirib, sosiskalarni ham tillarang qilib qovurdik. Keyin ustidan ozgina ketchup qo'shdik. Bu retseptni qaynishinalarim topgani aniq. 1-2 daqiqa qovurdik va eng mazali qismi pishloqni solib yubordik. Sir erigandan so'ng kartoshkalar ustiga mana shu massani solamiz. Hidi esa voy, shunchaki hidining o'ziyoq odamni yana och qoldiradi. Endi birga tatib ko'ramiz. Atigi 2-3 bo'lak yedim-u allaqachon to'yib qoldim. Обязательно sinab ko'ring, juda ham mazali chiqadi. Shunaqa oson va mazali retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun tezda obuna bo'lib qo'ying, eng qizig'i hali oldinda.